O'rta Osiyo turklarining, eski ibora bilan aytganda, Turkiston turklarining yangi tarixida mustamlakachilarga qarshi tashkil qilingan eng jiddiy harakatlar 19-asr oxiridagi Dukchi Eshon harakati va 1917-yilda Qo'qon muxtoriyatini qurgan jadidlar harakati edi. 1910-yilda bular qayta kelib Toshkentda Munavvar qorilar, Behbudilar, keyin Abdurov Fitrat, Osman Xo'jayev, boshqalar shu Buxara şeyde emirligida jadid maktabları açışga başladı. Bütün bunlarga qaramay bizde bu jadidchilik hareketi siyasi hareketga aylandı. Ortada partiyalar tüzüldü. Ana hazır mesela Muhammed Salih Türkan Erk Demokratik Partiyası, bu demek Gorbaçov devrinde tüzülgen bir siyasi parti ama ilk namıda siyasi partiye uşa yıllarda tüzülgen. Bunların fakat bir de gayesi var. Türkistan devletinin tüzülüşü. Demek ular bu Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan bulup bu Sovet parçalanışıga karşı çıkanlar. Ve hiçbir vakit ular Özbekçilik, Kazakçılık, Türkmençilik degen ideyeni red kılıp, fakat biz Türkistanlımız. Bizim ideyamız, bizim yurtumuz Türkistan. Biz Türkistan'ın müstakilligini ve azatlığını isteyimiz deb küreş alıp bardılar. Bu sözlerini tarixiy faktlar ham tasdiqlaydi. Qo'qon muxtoriyati Turkiston Respublikasining Tashqi ishlar vaziri Mustafa Shoqay qozoq turklarining, bosh vazir Muhammadjon Tinishboyev esa qirg'iz turklarining vakillari edi. Ammo professor Temurxo'ja tilga olgan jadidlar harakati ham Dukchi Eshon harakati kabi ruslar tarafidan bartaraf etildi. So'ngra Sovet tarixshunosligida bosmachilar harakati deb nomlangan bir xalq harakati boshlandi. Ammo u ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bu 3 urinishdan so'ng Turkiston ustiga 70 yillik mustamlaka sukunati cho'kdi. Faqat o'tgan asrdagi qayta qurish davriga kelib, Turkistonning yuragi bo'lmish O'zbekistonda milliy uyg'onish ammoralari yana ko'rindi. Bu mavzuda amerikalik tadqiqotchi Ruf Dibler shunday deydi. Qayta qurish boshlanganda Sovet yozuvchilari, shu jumladan o'zbek yozuvchilari ham oddiy xalqning dardi va orzu-umidlarini ifoda etishda katta rol o'ynadilar. Bugun bu rolni zamonaviy o'zbek yozuvchisi Muhammad Solih o'ynamoqda. Bu xususda shoir Rauf Parfining so'zlari diqqatga sazovordir. Muhammad Solihning birinchi kuchli tebranishi uni Turkiston g'oyasini anglashi, Turkiston ruhini bilishi, uning she'riyatidagi butun istioralar, she'riy san'atlar Turkistonni anglash san'ati edi. Muhammad Solih hali ham esimda 80-yillarning boshida, 70-yillarning oxirida o'z g'oyasini tanib bo'lgan shoir edi. Turkiston g'oyasi, millat g'oyasi, O'zbekiston g'oyasini tanib bo'lgan shoir edi. Qo'rqinchli darajada tanib bo'lgan shoir edi. Muhammad Solihning shoir sifatida g'oyaviy platformasini Rauf Parfi shunday ta'riflaydi. Muhammad Solih 60-70-yillarda o'zbek she'riyatida mutlaqo bir yangi to'lqinni ustida turdi. 50 yillar unutilib ketgan merosimiz juda uzoq qarovsiz qoldi. Abdurov Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy va boshqa juda ko'p shoirlarimizning asosiy g'oyasi Turkiston g'oyasi edi. Turkiston g'oyasi bosqinchilar uchun, mustamlakachilar uchun juda qo'rqinchli bir dushmanlar edi. Ana shu ruhimizdan yulib olingan g'oyani o'zbek she'riyatida birinchi bo'lib Cho'lponlardan keyin, Fitratlardan keyin o'zbek she'riyatida aytgan shoir Muhammad Solih bo'ldi. Turkiya Jumhuriyatining bosh vaziri Bo'lon Ejevit Muhammad Solih haqida shunday deydi. G'arbda siyosatchi shoir ko'p uchramaydi, ammo Sharqda, xususan turk o'lkalarida siyosatchilar
davlat odamlari va hukmdorlari ichidan juda ko'p buyuk shoirlar yetishib chiqqan. Muhammad Solih hozirgi zamon turk siyosatchi shoirlarining ustun o'rnagidir. U bir paytning o'zida ham o'zbek turklarining ko'zga ko'ringan shoiri hamda O'zbekiston Erk partiyasi lideridir. Muhammad Solih o'z she'rlarini og'ir bir tazyiq ta'qib zamonlarida yozdi. Sovet ittifoqi tarqab ketgan va O'zbekiston mustaqil jumhuriyat deb e'lon qilingan bo'lishiga qaramay, tazyiqlar hali ham davom etyapti. Faqat usta shoirlarning she'r tiligini eng og'ir tazyiqlar ostida ham erk mash'alasini baland tuta oladi. Muhammad Solih ham g'ayri insoniy tuzumlarning tazyiqi ostida erk mash'alasini o'z she'ri bilan yoniq tutib kelgan shoirdir. Bir siyosatchi sifatida Muhammad Solih va uning safdoshlari hali ham ma'lum ma'noda yerdan olib yerga urilmoqdalar. Muhammad Solih bunday tazyiqlarga o'z she'ri bilan shunday javob beradi: agar hech kim meni yerga urmasa, ko'kka qanday sakray olardim? Solih shoir sifatida allaqachon ko'kka sakrab bo'lgan. Ishonamanki, u boshchilik qilayotgan Erk partiyasining ham ko'kka sakraydigan kunlari yaqindir. Biz Muhammed Salih kardeşimizle uluslararası birçok İslami toplantılarda Biz Muhammad Solih bilan ko'p xalqaro anjumanlarda ko'rishganmiz va dunyo masalalarini muhokama etganmiz. Milliy shuur sohibi Muhammad Solih O'zbekistonning mustaqil bo'lishi va taraqqiy topishini istagan kurashchi birodarimizdir. Bu kurashchi birodarimizning faoliyati rivoj topishidan umidvormanki, Muhammad Solih vositasida butun islom olami O'zbekistonday bir birodar o'lkani bag'riga bossin. O'zbekiston bu faxrimiz bo'lgan islom olimlarini yetishtirib bergan bir muazzam madaniyat markazidir. Biz O'zbekiston bilan faxrlanamiz. O'zbekiston ham tarixiy, ham strategik jihatdan yetakchilik qilishga loyiq bir o'lkadir. O'zbekiston masalasi bu butun dunyoning najot masalasidir. Bunga erishmoq uchun esa O'zbekistonda Muhammad Solih va uning kabi fikrlovchi insonlar hokimiyat ta'sis etmoqlari lozim. Muhammad Solih bugunga qadar O'zbekistonda siyosiy jihatdan katta muvaffaqiyatga erishgan insondir. O'zbekistonning o'z tarixiy o'rnini egallashi uchun eng munosib tarzda voyaga yetgan birodarimizdir. Biz doim Muhammad Solih haqida sevib eslaymiz va faoliyatida muvaffaqiyatlar tilaymiz. sevgi beslemişizdir ve muvaffakiyetler diliyoruz. Muhammad Solih 1949-yilning 20-dekabrida Xorazmda tug'ildi. Otasi Madaminbek Bekjon Beyning o'g'li 10 yoshida otadan yetim qolgandi. 1924-yil Sho'rolar hukumati Bekjon Begning yer suvini va mol mulkini musodara etgan, o'zini esa qatl qilgandi. Madaminbek 1942-yilda urushga ko'ngillilardan bo'lib ketdi. 43-yilda yarador bo'lib qaytgach, sarg'ayganidan so'ng 44-yilning boshida yana urushga ketdi. 1946-yilda ko'ksini orden va medallar bilan bezatib vataniga qaytdi. Muhammad Solih o'zining Yo'lnoma kitobida shunday yozadi: Men otamdan bu hokimiyat ajdodlarimizni yo'q qilgan edi. Nega urushga ketdingiz deganimda, u rahmatlik, ovulda faqat xotinlar qolgan edi. Gaplashadigan ulfat yo'q edi. Zerikkanimdan ketdim derdi. Onam Qalandar Sariqning qizi Oqila xonim diniy tarbiya olmagan, ammo shariatning halol harom tamoyiliga qattiq amal qilardi, deb xotirlaydi Muhammad Solih. Muhammad Solih 1966-yil maktabni tamomladi. O'sha yillari mahalliy nashr bo'lmish Paxtakorlar ovozi gazetasida ilk she'rlari chop etila boshlagandi. 1967-yil Toshkentga keldi. Toshkent davlat universitetining adabiyot fakultetiga imtihon topshirib, konkursda ball yetmay kechki bo'limga qabul qilindi. Ammo Solih kechki bo'limda o'qishni istamasdi. Shuning uchun Xorazmga qaytdi. 1968-yil Sovet armiyasiga chaqirildi. Vengriyaning Sekishfexervar shahrida askarlik qila boshladi. O'sha yilning avgust oyida Muhammad Solihni mashhur Praga bahori isyonini bostirish uchun Vengriyadan
Chexoslovakiyaga kirgan sovet qo'shinlarining avangardida ko'ramiz. Muhammad Solihning aytishicha, Chexoslovakiya voqealari uning uchun ma'naviy tomondan burilish nuqtasi bo'ldi. Bir xalqning zolim va mustabid tuzumga qarshi o'z ozodligi uchun kurashi, o'z jonini fido etishi Muhammad Solihning sovet maktabida ko'rgan tarbiya va dunyoqarashini mutlaqo o'zgartirib yubordi. Bizning yonimizga yosh slovak va chexlar artilleriya texnikumining kursantlari kelib varaqalar tarqatardi. Ular o'z varaqalarida bizni mustaqil Chexoslovakiyaning ishg'oliga barham berishga da'vat etardi. Bizning yonimizga yosh yigit va qizlar kelib, bizning Dubchekni qayerga olib ketdingizlar degan savolni berishardi. Biz ularga qanday javob berishni bilmasdik, chunki ularning yo'lboshchisi Dubchekning o'sha paytda Moskvada, KGBda qo'shtirnoq ichida mehmon qilinayotganini hech hayolimizga keltirmagandik. Kalta ko'ylak kiygan go'zallar bizga tarqatgan varaqalarda bizni boshliqlarimiz aldaganini anglatar edilar. Ular bizning najotkor emas, ishg'olchi armiya ekanimizni tushuntirishga urinardilar. Ular bizga tezroq uylarimizga qaytishimizni, bizni kutayotgan sevimli yoru do'stlarimizga tezroq qovushishimizni tavsiya qilardilar. Ular bizni o'z vijdonimizga quloq solishni maslahat berardilar. Qurolsiz kishilarga qurol ko'tarishning g'ayri axloqiy harakat ekanini tushuntirishga urinardilar. Bu xalq chindan ham qurolsiz edi. Bu biz yoshlarni ham ular qarshisida majoziy ma'noda qurolsizlantirgandi. Chunki biz yosh va sentimental sovet askarlari o'sha varaqalarda eslatilgan yor do'stlarimizni haqiqatan ham sevar edik. Shunday qilib, sovet propagandasining aksil inqilobchi chexoslovaklar afsonasi sekin-asta eriy boshladi. Muhammad Solih endi sovet propagandasiga ishonmas edi. Chexoslovakiyada bostirilgan aksil inqilob mening shuurimga ko'chib o'tdi. Chex va slovaklar misolida qurolsiz bo'la turib, qurolli kishiga qarshilik qilish mumkinligini ko'rdim. Insonga uning qo'lidagi qurolning berishi mumkin bo'lgan ozodlikdan boshqa bir tur ozodlikni his qildim. Bu ozodlik qurolsiz insonning ozodligi edi. Turoq deb atalgan tengsiz tenglik bor, qofiya degan bir do'stlik bor ekan, jahonda xon taxta degan kenglik bor, dunyoda erk bordir, she'riyat degan. Muhammad Solih 1970-yil askarlikdan qaytib, Toshkent davlat universitetining jurnalistika bo'limiga o'qishga kirdi. Solih 20 yoshda edi, ammo u o'zini askarlikning mashaqqatlarini chekkan bir veteran kabi his etardi. Muhammad Solihning ilk she'riy kitobi 5-fasl 1977-yil bosildi. Bu kichik kitobcha muallifni keng xalq ommasiga tanita olmagan bo'lsa-da, professional adabiyotchi va ziyolilar orasida favqulodda qiziqish bilan kutib olindi. Chunki kitob o'zbek adabiyotida ham shakl, ham mazmun jihatidan mutlaqo yangi edi. Bu sotsialistik adabiyot posbonlarini hushyor torttirdi va ular darhol Muhammad Solihni g'arbga taqlidda aybladilar. Muhammad Solihni shoir Rauf Parfi himoya qildi. Uning ikkinchi kitobi bo'lmish Quduqdagi oyga so'z boshi yozarkan jumladan shunday dedi: Muhammad Solihning shakliy izlanishlariga faqat yevropeizm ta'siri deb qarash to'g'ri emas. Uning ta'sir manbalarini vatanimizning qadimiy yozma yodgorliklaridan, toshga o'yilgan yozuvlardan, 1000 yillik o'zbek she'riyatidan axtargan ma'qul. Muhammad Solihning bir she'rini o'qib bersam. Qishki novda yaproqsiz, yalang'och, achchiq. Yana nima kerak ifodalash uchun bu novdaning yolg'izligini? Yana nima kerak senga? Bu novdaning yo'qotganlarin yo'qotib ko'rdingmi sen o'zing? Ammo sen o'jarlarcha so'zni archiysan, novdani archiysan beomon. Nihoyat mana u yolg'iz so'zidan ham yetimroq, och so'zidan-da ozg'inroq. Xipchin u, shivillab turibdi daraxtda. Bu she'rida Muhammad Solih o'zining uslublarini, o'zining yo'lini, she'riyatda tutgan demak katta yo'lini ifodalab bergan bir narsa ma'noda. Ya'ni o'zbek adabiyoti
ko'proq demak yolg'iz so'zga emas, lekin jumlaga asoslangan she'riyat. Ya'ni jumlaning chiroyliligi tortib ketib qolishi mumkin, alahsitmoshi mumkin odamlarni. Shu nuqtai nazardan Muhammad Solih o'zbek she'riyatini ko'pgina yolg'on yashiqlardan asrab qolgan, tozalagan, novdalagan odamdir, shoirdir. U so'zga so'zning o'zligini qaytarib bergan shoirlarimizdan biri. 70-yillarning oxirlarida o'zbek adabiyotiga bir guruh iste'dodli yoshlar kirib keldi. Ularning yetakchisi Muhammad Solih edi. Muhammad Solihning she'rlari o'ziga xos, hech kimni eslatmaydigan, ohorli, katta bir yangilikka ega bo'lgan she'riyat edi. Uni tushunganlar bo'ldi, tushunmaganlar bo'ldi. Tushunganlar Muhammad Solihni olqishlashdi. Tushunmaganlar esa she'ringizni tushuntirib bering degan istehzoli savol bilan unga murojaat qilishdi. Dunyoda taniqli konseptualist rassom turg'unlik yillarida Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon portretini chizishga jur'at etgan musavvir Vyacheslav Axunov shunday deydi. Во второй половине 70-х годов я неожиданно для себя открыл удивительного поэта. Это были стихи очень метафоричные, не свойственные для узбекского поэтического поля. Это было что-то новое. Со временем я познакомился с этим поэтом, им оказался Мухаммад Салих. Muhammad Solih u paytlarda ancha yosh edi. Ammo yosh bo'lishiga qaramay, O'zbekiston tashqarisida shuhrat qozongan 2-3 adibning biri edi. Moskva, Ukraina, Boltiqbo'yi davlatlari adabiyot va san'at ahlining hurmatini qozongandi. Nafaqat adib sifatida, balki o'z shaxsiyati bilan, tarix va falsafa bilimi bilan, ijtimoiy pozitsiyasi, insonlarga munosabati bilan ham maqtalgan bir arbob edi. Adabiyot u paytlarda bir krizis ichida edi. Bu davrda Muhammad Solih Rauf Parfidan keyin kelgan avlodning yetakchisi sifatida maydonga chiqdi. Muhammad Solih o'zbek adabiyotida intellektual she'rning muhim vakilidir. Bugun nafaqat O'zbekistonda, balki butun Turkiston o'lkalarida ham Muhammad Solih ijodi ta'sirida bo'lgan, uning yo'lidan borishni istagan yosh adiblar talaygina. Muhammad Solih 1985-yildayoq jadid Abdulhamid Sulaymon Cho'lponga bag'ishlanib, bir onaning tilidan yozilgan she'rida shunday deydi. Sen ham o'sha yo'ldan ketding-a bolam. Qayt dedim, qaytmading. Endi kech evoh. Rom etdi seni ham shunqali ohang, rom etdi yurtidan haydalgan arvoh. Axir o'sha yo'ldan ketding-ku axir. Endi gullar emas tikon bosgaysan. Sen ham arvoh yangliq yurgaysan faqir, o'z tilingni sen ham shiftga osgaysan. O'shal eski yo'ldan ketding-ku bolam. Qo'rqmay tikilding-a qorong'u g'orga. Evoh, boshginangni urarsan sen ham. Arvoh boshini urgan o'shal devorga. 1985-yil yozilgan bu she'r 1993-yilda real voqelikka aylandi. Muhammad Solih o'z yurtidan quvildi va aynan Cho'lpon kabi she'rlari o'z vatanida taqiqlandi. Muhammad Solihning kitoblari hozirgi kunda O'zbekistonda sotuvda bo'lmasa ham kerak, kutubxonalardan yig'ishtirib olgan bo'lsa ham kerak. Shaxsan men o'zim masalan bironta bir kutubxonaga borib uchratmadim yoki bir kitob do'konlarida ko'rganim yo'q. Lekin men o'zimda Muhammad Solihning bir ikkita kitoblari bor. Bugungi kunda kutubxonalarda yo'q. Mana o'zim bir voqeaga guvoh bo'lganman. Tuman xalq ta'lim bo'limi. O'sha yerda omborxonada kitoblarni ayanchli ahvolda yotib chiriyotganligini ko'rdik. Keyin bir ukam shahar kutubxonasiga kelganda, u yerda ajratib olib tashlashayotgan ekan. Iltimos qilib 20 donasini Orzu fuqarosi kitobni 90-yillar chiqqan bu kitob 20 tachasini olib borgan, bir 10 tasini biz olganmiz. Biz bilan suhbatda shoir Rauf Parfi. O'zbek adabiyotining 20-asr tarixi Muhammad Solihsiz u o'zbek adabiyotining tarixi bo'la olmasligini bilgan holda ham u haqida lom-mim deyilmaydi. Muhammad Solih shoir sifatida ilk bor 1983-yilda mashhur bo'ldi. Bunga sabab tanqidchi Ibrohim G'afurovning O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida Muhammad Solihga qaratilgan she'ringizni tushuntirib bering nomli maqolasi bo'ldi.
Tanqidchi o'z maqolasida Solih she'riyatidagi lirik qahramonni Shekspirning Gamletiga o'xshatdi. Bu odamga o'zi nima yetishmayapti? Doim g'amgin, doim tushkun kayfiyatda. Bu nurafshon hayotimizda unga nima yetishmayapti deya tanqid qilardi. Bu maqola Solihni Sovet tuzumidan norozi ko'rsatish uchun yetarli edi. Bu maqola bilan Muhammad Solihning dissidentlik davri boshlandi. ...1984 yil O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasining siyosati o'zbeklarni millat sifatida sinovdan o'tkazdi. Markazqom Moskvaning ko'rsatmasiga asosan xalqimizning milliy, madaniy va diniy qadriyatlariga qarshi hujumga o'tdi. Shunday xavotirli davrda 53lar maktubi nomini olgan maktub paydo bo'ldi. Bu o'zbekistonlik 53 nafar yosh va iste'dodli shoir hamda yozuvchilarning siyosiy byuro a'zolariga yo'llagan norozilik maktubi edi. Maktubda O'zmarkazqomning xalqqa qarshi siyosati haqida so'z yuritilgandi. Maktub Kremlga 1985-yilning boshlarida jo'natildi. Unga javob esa may oyida yaqinda ishga kelgan Gorbachov ma'muriyatidan keldi. Lekin javob shikoyatchilarga emas, balki shikoyat qilingan O'zmarkazqom kotibasiga keldi. U isyonkor yosh yozuvchilarni markaziy qo'mitaga to'plab, ularni qo'shtirnoq ichida to'g'ri yo'lga o'tishga undadi. Lekin uning bu harakatlari samarasiz qoldi. Faqat 3 kishigina o'z imzosidan voz kechdi. Lekin xatga imzo chekkan 56 kishidan 53 nafari yozganlaridan tonmadi. Ana shu jasoratli 53 kishi O'zbekistonning kelajakdagi milliy ozodlik harakatiga asos soldi. O'zbek muxolifati muxolifat nomini olmay turib, aynan Muhammad Solihning rahbarlik qilgani yozuvchilar uyushmasida tuzildi. 53lar maktubining matni Muhammad Solih tarafidan yozilgandi. Shu sababli O'zmarkazqom kotibasining tuzgan qora ro'yxatida Muhammad Solih birinchi o'rinda turardi. Lekin Solihni bu to'xtada olmadi. U O'zbekiston ekologiyasini yaxshilash uchun jonbozlik ko'rsatayotgan Emin Usmon kabi fidokor yozuvchilar safiga qo'shilib quriyotgan Orol va o'zbek ayolining sog'ligi muammolari xususida qator o'tkir chiqishlar qildi. Muhammad Solihning o'zbek adabiyotiga qo'shgan ulushi hissalaridan yana bittasi u munozara janrini, publitsistika janrini juda katta cho'qqilarga ko'targan bir adibdir. Ayniqsa munozara janrida deylik 80-yillarda chiqqan maqolalari, 90-yillarda chiqqan maqolalari, qolaversa oxirgi yillar chiqqan maqolalarida u munozara janrini, masalan o'zining raqibiga qarshi demak so'zlarni ishlatish janrini juda mohirona, fitratnamo yo'lda demak ishlatadi va aytganimdek yuqori cho'qqilarga eltadi. Muhammad Solih shaxsni yangi qirralari ochila boshladi. U endi juda katta bir iste'dodli publitsist sifatida maydonga chiqdi. U o'zbek jamiyatini juda ko'p muammolarini minbarlarda ko'tardi, o'zini maqolalarida ko'tardi. Ular haqida kuyib pishib asosli mantiqli fikrlar yuritdi. Bu bilan u o'zbek xalqiga yanada yaqindan tanish bo'ldi. Muhammad Solihga bu qadar katta shuhratni hatto g'arb uslubidagi she'rlari ham keltirmagandi. Muhammad Solihni o'zini o'rni, o'zini ajralib turadigan xususiyati nimadan iborat desa, men aytardimki, shoirlar uchun zarur bo'lgan, haqiqiy shoir uchun zarur bo'lgan metaforik fikrlashdir. Bir paytlar o'sha Muhammad Solihni haligi tushunish qiyin deganlarida aynan ana shu metaforik fikrga ega bo'lmagan tadqiqotchilar uni tushunishi qiyin bo'lgan. Onun she'rlarini men katta hayajon bilan o'qiganman. Chunki u o'zbek she'riyatida shu metafor degan narsani juda kuchli ishlatgan bir kishi. Metaforni eng ko'p Cho'lpon ishlatgan. Cho'lpon metaforlari juda kuchli, ammo keyingi davrda boshqalarda ham metafor bor, ammo o'sha metafor Muhammad Solihning she'rlarida juda ham kuchli. Lekin biroz sinchkov o'quvchi uning she'rlaridagi tashbih pardasi ortidagi millat dardi va tuzumga qarshi muxoliflikni ko'rishi mumkin edi. Muhammad Solih hali turg'unlik paytlaridayoq shunday satrlar bitgan edi. Naqadar zerikarli dalalar paxtasiz, osmonga angrayar bo'mbo'sh chanoqlar, dehqonning bo'mbo'sh panjasi kabi.
She'riy mushohada yurita oladigan har qanday kishi bu topshimoqsimon satrlarda paxta uni yetishtirayotgan dehqonniki emas degan fikrni tushuna olar. 1988-yil Yozuvchilar uyushmasi tarixida birinchi marotaba o'z kotibini kommunist bo'lmaganlar orasidan sayladi. Bu kommunist bo'lmagan kotib Muhammad Solih edi. Bu saylov Yozuvchilar uyushmasining KPSS ideologiya markazi sifatidagi faoliyati inqirozining boshlanishi edi. Endi Yozuvchilar uyushmasi oldida O'zbekiston milliy harakati markaziga aylanishdek sharafli vazifa turar edi. 1988-yilning 11-noyabr kuni Birlik xalq harakatiga asos solindi. Bu hol O'zbek hukumatiga yoqmadi. Hisomovga o'xshagan, Krujilingga o'xshagan o'zini yugurdaklarini ishga solib Muhammad Solih haqida qator o'zbek matbuotida chiqishlar tashkil qildi. KGB esa allaqachon Moskvadan ajralish ishtiyoqida bo'lgan ijodkor ziyolilarga qarshi keng front bo'ylab kurash olib borayotgan edi. Bu yashirin kurash Haqiqatgo'y Muhammadning ikki qiyofasi nomli maqola e'lon qilingandan so'ng rasmiy tus oldi. Unda Muhammad Solihni paxta monokulturasi va Moskva mustabidligi haqida Amerikaning New York Times gazetasiga bergan intervyusi uchun naq vatan xoini darajasiga chiqarib qo'yishgan edi. O'zbek yozuvchilari va iqtisodchilaridan iborat kichik bir guruh O'zbekiston paxta plantatsiyalari Moskvaga qaram ekanligi masalasini ko'tarib chiqdilar. Yozuvchilar uyushmasi kotibi Muhammad Solihning fikricha, fojia Stalinning SSSRni paxta mustaqilligi bilan ta'minlash haqidagi ko'rsatmasidan so'ng boshlangan. Uning aytishicha, SSSRning bu mustaqilligi O'zbekistonning qulligi evaziga paydo bo'lgan. Bu chiqishlar hukumat o'ylaganday xalqni Muhammad Solihdan muhabbatini so'ndirmadi, Muhammad Solihga bo'lgan muhabbatini so'ndirmadi, aksincha Muhammad Solihga bo'lgan hurmatini yanada oshirdi. 1989-yili Farg'onada yuz bergan Mesxet turklariga qarshi fitna Muhammad Solih uchun muhim bir siyosiy imtihon bo'ldi. Mahalliy Mesxet turklariga qarshi uyushtirilgan ig'vogarlik harakatlari KGBning mahalliy mafiya bilan uyushtirgan dastlabki hamkorlik samarasi edi. O'shanda hukumat bunga dastlab Birlik xalq harakatini ayblab chiqdi. Lekin voqea joyiga yetib kelgan Muhammad Solih hukumatning bu ayblovi asossiz va bo'xton ekanini o'sha kuniyoq Literaturная Rossiya gazetasida yozib chiqdi. Farg'onaga soat 11:30larda qo'ndik. O'sha janjalning o'choqlaridan biri tashlab jo'nadik. U yerga kirib borganimizda haqiqatan ham xunrezlik avjiga chiqqandi. Hokimiyat, u yerdagi hokimiyat hech narsaga hokim emasdi. Askarlar Marg'ilon va Toshloq ko'chalarini to'ldirgandi. Farg'ona vodiysidagi ichki ishlar qo'shinlarining asosiy kuchlari shu yerga tashlangandi. Lekin tartibsizliklar Namanganga, Qo'qonga yoyila boshlaganda markaziy va mahalliy hokimiyat bu ko'nikmagan voqealar oldida ojiz ekanliklarini ko'rsatib qo'ydi. Voqealarning ikkinchi kuni Moskvadan Rafiq Nishonov yetib keldi. Yonida Toshkentdan ichki ishlar vaziri Rahimov degan bir general bor edi. Marg'ilon temir yo'li vokzalining oldida maydonda bir 2000 ga yaqin odam to'plangandi. Ularning talablari bor ekan, hukumatdan vakil istayotgan emishlar. Shunga siz borib kelsangiz deb Nishonov mendan iltimos qildi. Nishonov mana yoningizda o'sha ichki ishlar vaziri bu general do'stimiz boradi dedi. Siz faqat Olomonni tinchlantirib bering bizga iltimos deb. Olomon haqiqatan agressiv edi. Men aytdimki, talablaringizni yozma holda beringlar. Bu talablaringizga mutlaqo shu chora topishga harakat qilamiz dedim. Olomonning ichidan bittasi, "Ha bu general gapirmaydimi? General gapirsin" deb baqirdi. Va Olomon ustimizga sekin-sekin yura boshladi. Bu odamlar nima qilayotganini bilishmasdi. Yillar davomida tazyiq ostida tutilgan instinktlar jilovi bir oz bo'shatilgan, bir alamzadalik bor edi. Buning nima ekanligini va kimga qarshi ekanligini ham alamzada odamlar yaxshi anglab yetmasdilar. Sovet ittifoqining yiqilishini anglagan Sovet hukumati, ayniqsa uning eng katta qurilishi KGB bir fitna chiqarib, Gorbachyovning o'rniga qattiqqo'l bir rejimning kelishini ta'minlash uchun mana shu Farg'onadagi voqeani bular
tashkil qildi deb o'ylayman. 1990 yilning boshlarida Muhammad Solih Birlik harakatini tark etdi va Erk Demokratik partiyasini tuzdi. Mart oyida esa Muhammad Solih O'zbekiston Oliy Kengashiga deputat etib saylandi. Erk partiyasi o'zining birinchi qurultoyini 1990 yilning 30-aprelida chaqirdi. Hukumat bu yangi partiya timsolida muxolifatdagi o'z ittifoqchisini ko'rishni orzu qilgan edi. Lekin Muhammad Solihning qurultoydagi ma'ruzasi hukumatning bu orzularini chippakka chiqardi. Bu mutlaqo yangi dasturdagi yangi partiya ekani va ko'p emas, oz emas O'zbekiston mustaqilligi yo'lida yo'lboshchi bo'lishga jazm etgani ma'lum bo'ldi. Muhammad Solih ma'ruzasini o'qib tugatarkan, mahalliy muxbirlar ham, Moskvadan kelgan jurnalistlar ham bab-baravariga xuddi buyruq berilgandek qurultoyni tark etishdi. Ertasi kuni esa O'zbekistonda tashkil topgan yangi siyosiy partiya haqida hech qayerda hech qanaqangi xabar chop etilmadi. Muhammad Solih фактически является, на мой взгляд, не только глашатаем свободы в Узбекистане, но и независимости ее, но и человеком, который положил начало формированию светской оппозиции. Amerikalik tadqiqotchilar Nadia Duke va Adrian Karatnitsky 1989-yilgi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasidagi vaziyatni shunday ta'riflashadi. Yozuvchilar uyushmasining kotibi Muhammad Solih o'zbek xalqining irodasini, uning dardini ifoda etuvchi ozodlik kuychisi edi. Men yurtimizda yuzaga kelgan ekologik fojia bilan paxta yakka hokimligi o'rtasida uzviy bog'liqlikni oshkora aytmog'im lozim. Biz bu qullik va mutelik oqibatida nafaqat yerimiz va boyligimizdan, balki xalqimizning sog'ligidan ham juda bo'lmoqdamiz, degandi u. 1989-yil Muhammad Solih uchun xalqning dardu tashvishlariga sherik bo'lish yili bo'ldi. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining yangi rahbari Karimov hech qachon o'ziga xos va o'ziga mos yangi dastur yozgan emas. U g'oya va kashfiyotlarni o'z raqiblaridan shundoq olib, uyalmay-netmay o'z nomidan bemalol ishlatavergan. Wall Street Journal gazeta muxbirlari 1998-yilning 31-avgust maqolasida shunday yozgan edilar. Solih janoblari bilan Islom Karimov eski tanishlardir. Muhammad Solih Gorbachev rahbarligi davrida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasini boshqarganida mustaqillik va panturkizm g'oyalari bilan yashardi. Karimov esa buning aksi o'laroq O'zbekiston Kompartiyasining sarkotibi va ayni paytda Moskvaning respublikadagi Moskovskiy satrabi edi. Biroq Sovet ittifoqi qulaganidan so'ng janob Karimov darhol janob Muhammad Solihning panturkizm g'oyalariga o'zini moslay boshladi. Masalan, Karimovning Turkiston bizning umumiy uyimiz shiori Muhammad Solihning 80-yillar so'ngidagi nutqidan so'zma-so'z ko'chirilgan. Faqat Muhammad Solihdan farqli o'laroq Karimov bu shiorning hayotiyligiga ishonmasdi. Karimovning qo'shni jumhuriyatlarga bo'lgan agressiv harakatlari Turkiston faqat Karimovning uyi bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Karimov Muhammad Solih rahbarlik qilayotgan muxolifatni o'z tarafiga og'dirib olishni o'ylagandi, lekin deputatlik mandatini qo'lga kiritgan Solih o'zini oldingidan ham erkinroq tutdi va Sovet ittifoqidan ajralish haqida oshkora gapira boshladi. 1990-yil aprel oyida ta'sis etilgan Erk partiyasi o'z nomidan ham ko'rinib turganidek, ana shu siyosiy mustaqillik g'oyasi bilan tuzildi. 1990-yil yoziga kelib, erkchilar so'zdan amalga o'tishdi va Erk partiyasi Markaziy kengash a'zosi Otanazar Orif tomonidan tayyorlangan mustaqillik deklaratsiyasini 20-iyun kuni belgilangan Oliy kengash sessiyasiga taqdim etdi. Kommunistik rejim tahlikaga tushdi. Deklaratsiya sessiyada muzokara etilarkan, Karimov Oliy kengash zalining pardalari ortiga yashirindi, ammo uning qarshiligiga qaramay O'zbek parlamenti O'zbekiston mustaqilligi deklaratsiyasini qabul qildi. Bu surat deklaratsiya qabul qilinishidan bir necha kun oldin Muhammad Solihning uyida olingan. Surat markazida Muhammad Solihni ko'ramiz. Uning o'ng tarafida Turkiyadan kelgan mehmon va chekkada shoir Miraz A'zam, chap tarafda yana bir turkiyalik mehmon, yozuvchi Rejabboy Otaturk va Rauf Parfi. Uning yonida esa Abulfayz Elchibeyning safdoshi Orif Ajolni ko'ramiz. Özbekistan devlet bayrağının yasa tasarısının görüşüldüğü meclis toplantısını hiç unutmam. Birkaç bayrak örneği getirildi. Haç Partisi sözcüsü olarak Muhammed Salih kürsüye çıkarak Özbekistan'ın yeni bir bayrak icat etmemesi gerektiğini savundu ve meşhur Türkistan Cumhuriyeti bayrağının örneği olarak gösterdi. O konuşma metni benim
siyasi literatürde veya kendi siyasi yaşamımda da gördüğüm, dinlediğim en önemli, en kapsamlı ve en etkileyici konuşmalardan bir tanesiydi. Ammo Karimovning buyrug'i bilan bu bayroq rad etildi. Mustaqillik deklaratsiyasining kutilmaganda qabul qilinishidan vahimaga tushgan Karimov shu zahotiyoq Andijonga jo'nab ketdi. U Moskvaning bu voqeaga munosabatini o'sha yerdan kuzatishga qaror qilgandi. Mustaqillik deklaratsiyasiga Moskvaning salbiy munosabatidan xavotirga tushgan faqat Karimov emas edi. New York Times gazetasiga bergan intervyusida Muhammad Solih jumladan shunday degandi: Biz bu vaziyatda Boltiqbo'yi o'lkalaridan ham qiyinroq ahvoldamiz. Ularning himoyachilari ko'p, bizning esa o'zimizdan boshqa himoya qiladigan hech kimimiz yo'q. Toshkentda hamma mustaqillik deklaratsiyasi rasman e'lon qilinishini intizorlik bilan kutar edi. Ammo televideniya ham, radio ham o'sha kuni bu xususda xabar e'lon qilmadi. Xalq Moskvaning Vremya dasturidan o'zbek parlamentida sodir bo'lgan voqea haqidagi qisqa xabarni oldi xolos. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищ. Muhammad Solih bosh vazir Shukurullo Mirsaidov bilan bog'lanib, agar parlament qarori zudlik bilan e'lon qilinmasa, poytaxt ko'chalarida ommaviy norozilik mitingi boshlanishini aytib ogohlantirdi. Shu zahoti Karimov Muhammad Solihga telefon qilib, tezda mustaqillik haqida rasman e'lon qilishlarini va'da berdi. Nihoyat e'lon ham qilishdi. Faqat ertasi kuni. O'shanda ham deklaratsiya matni buzilgan holda e'lon qilindi. Bu xalq vakillari qabul qilgan tarixiy hujjatga, qolaversa, xalqqa nisbatan xiyonat edi. Moskva Sovet imperiyasining tez sur'atlar bilan tanazzulga yuz tutishi bois qattiq vahimaga tushib, respublikalarga ba'zi avtonomiyalar berish bilan uni qutqarib qolmoqqa urina boshladi. 1991-yilning mart oyida yangilangan Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi degan mavzuda referendum belgilashdi. Erk partiyasi ittifoqni saqlab qolishga umuman qarshi ovoz berishga qaror qildi. Bu haqda Muhammad Solih shunday degandi: Biz ikki zulm va iskanji ostida yashayapmiz. Bularning biri Moskva bo'lsa, ikkinchisi mahalliy hokimiyatdir. Har qalay avval asosiy zulmkor Moskvadan qutulish kerak, keyin esa o'zimizning mahalliy zulmimizdan qutulamiz. Kommunistlar Sovet ittifoqini saqlab qola olmasligini anglab yetganlaridan so'ng davlat to'ntarishi yasab, shu yo'l bilan imperiyani saqlab qolmoqchi bo'ldi. Lekin GKChP deb nom olgan bu xunta atigi 3 kungina hukm surdi xolos. O'shanda Hindiston safarida bo'lgan O'zbekiston rahbari samolyot bortidan turib, xunta rahbari Yanayevga tabrik telegrammasini yo'lladi. GKChP qarorlarini to'la qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bosh vazir Shukurullo Mirsaidov barcha matbuot nashrlariga GKChP hujjatlarini zudlik bilan e'lon qilish topshirig'ini berdi. Televizordan so'zlagan kommunist deputatlar esa Moskvani ishontirib, ular boshlagan ish Toshkentda allaqachon o'z samarasini bera boshlaganini bildirdilar. Erk partiyasi 1991-yilning 19-avgustida O'zbekistonda GKChPga qarshi chiqqan yagona siyosiy tashkilot edi. Uning bu boradagi murojaat va bayonotini chet el matbuot vositalari butun dunyoga e'lon qildi. Erk favqulodda syezd chaqirdi. Hukumatdan mart referendumi bois bekor qilingan O'zbekiston mustaqilligini zudlik bilan qayta tiklashni talab qildi. O'zbekiston должен делать выбор. Или независимость полная, или же Erk qurultoyi voqealarning tezligidan karaxt bo'lib qolgan Karimovni hushiga keltirdi. Erk syezdidan 5 kun o'tib, Karimov Oliy Kengash sessiyasini chaqirib, unda O'zbekiston mustaqilligini qaytadan e'lon qilishga majbur bo'ldi. 1991-yilning sentyabriga kelib, Erk va Birlik O'zbekiston Adliya vazirligidan rasmiy ro'yxatdan o'tkazildi. Erk gazetasi chiqa boshladi. Qisqa fursatda uning tiraji 100 ming nusxadan oshib ketdi. Bu O'zbekiston sharoitida misli ko'rilmagan ahvol edi. Sovet davridagi kabi Oliy Kengash tarafidan saylangan prezident Islom Karimovni umumxalq ovozi bilan saylash payti keldi. Xalq ko'tarinki ruhda edi, ammo Karimovning taqdiri prezident sifatida hali ham parlamentga bog'liq edi. 1991-yilning oktyabr oyi sessiyasida bir guruh deputat Karimovni prezidentlikdan olib tashlashga urinish qildi. Lekin guruh uyushmaganligi va jur'atsizligi bois bu urinish samara bermadi. Karimov suvdan quruq chiqdi. Avgust oyida yuz bergan Yanayev puchi va uning mag'lubiyatidan to 91-yil dekabriga bo'lajak saylovgacha 4 oyga yaqin bir qisqa muddat ichida o'zbeklar ozgina siyosiy hurriyat havosida yashadilar. Bu ozodlik nashidasi atigi 4 oy davom etdi. Muhammad Solihni siyosiy maydonda yenga olmagan hukumat yangi bir taktikani boshladi.
Parlament prezidentlik saylovlarini dekabrning oxiriga belgiladi. Erk partiyasi Muhammad Solihni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi, ammo Karimov saylovdan muqobil nomzod bo'lishini istamasdi. U Muhammad Solih saylov kampaniyasi davrida nomzodini qaytarib olishi uchun unga 2 marta odam yubordi. Yuqori martabali mulozimlar Muhammad Solihdan nomzodini qaytarib olishni iltimos qilishdi, lekin Solih oxirigacha kurashishga qaror qilgan edi. Bu saylovga xalqaro jamoatchilikning qiziqishi juda katta edi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu saylovga senator De Consini boshchiligida kuzatuvchilar hay'atini yubordi. Islom Karimov hisob komissiyasiga Muhammad Solihning saylov kampaniyasi uchun davlat tarafidan ajratilgan mablag'ni berishni taqiqlab qo'ydi. Solih bilan bo'lgan uchrashuvlar qattiq bir tazyiq va ta'qiblar ostida o'tar va yoki umuman o'tkazilmasdi. Matbuot, radio va televideniya ham faqat bir kishini, Karimovni propaganda qilish bilan band edi. Muhammad Solih faqat bir marotaba televideniya orqali chiqishga erishdi xolos. U ham bo'lsa Toshkentdagi televideniya binosi oldida o'tkazilgan bir norozilik mitingidan so'ngra. Saylovga 10 kun qolarkan, hukumat poytaxtdagi barcha talaba yoshlarini kanikul uyushtirib uylariga jo'natib yubordi. Toshkentlik studentlar Muhammad Solihning muxlislari edi. Shunga qaramay, g'arblik kuzatuvchilar mamnuniyatini yashirmadilar. Ko'chada Kalashnikov bilan yurib odamlarni otib o'ldirmagani uchun Xudoga shukr qilinglar. Saylovlar noxolis bo'lsa ham har qalay o'tdi-ku deyishardi. G'arbning O'rta Osiyo mintaqasiga bo'lgan ikkiyuzlamachilik siyosatining boshlanishi mana shunday bo'lgandi. Saylov 1991-yilning 29-dekabrida bo'lib o'tdi. 30-dekabr kuni soat 12da O'zbekiston radiosi saylovning taxminiy yakunlarini e'lon qildi. Bu ma'lumotga ko'ra, Muhammad Solih saylovchilarning 33% ovozini olgani e'lon qilindi. Oradan bir necha soat o'tgach esa xuddi shu radio xato bo'lganini aytib, Solih 33% emas, 15% ovoz olganini e'lon qildi. Keyingi kun esa Islom Karimov saylovchilarning 86% ovozini olgani, Muhammad Solih esa 12.7% ovozga ega bo'lgani e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga qasamyod qilaman. Qasamyod yana bir marta aytmoqchiman. Ming 1992-yilning 16-yanvar kuni Toshkentda talabalar namoyishi bo'lib o'tdi. Talabalar muxolifatning katta shaharlardagi asosiy qatlamini tashkil qilgan edi. Ko'chaga chiqqan yoshlar Karimov mirshablari tarafidan o'qqa tutildi. Ko'plar yaralandi, 2 nafar yosh yigit halok bo'ldi. Hozir biz Hozirbekovni talab qilamiz. Karimov o'zining 3 yillik boshqaruvi davomida taxtiga tahdid solib qo'ygan bu qaysar avloddan birinchi marta mana shunday qonli o'ch olishi edi. Talabalarni o'ldirish barobarida u muxolif kuchlarga bundan buyon uning siyosati bilan kelishmagan guruhlar ana shunday jazolanishini shama qilgandek edi go'yo. Talabalarning o'ldirilishi muxolifatni ancha sergaklantirib qo'ydi. Endi kuchlarni bir joyga to'plab, muxolifat tarqoqligiga barham berish lozim edi. Bu yo'lda ham birinchi qadamni Muhammad Solih qo'ydi. 1992-yilning mart oyida Erk partiyasi tashabbusi bilan O'zbekiston Demokratik kuchlari forumi tashkil topdi. Unga Erk partiyasi, Birlik xalq harakati, Demokratik islohotlar uchun nomli harakat, Turkiston, Tomaris, O'zbekiston yosh olimlar uyushmasi kabi tashkilot va birlashmalar jam bo'ldi. Uning birinchi anjumani Muhammad Solih raisligida o'tdi. 1992-yil yozida bir necha kishi Milliy Majlis degan aksiyani kun tartibiga olib chiqdi. Erk partiyasi kotibi Otanazar Oripov, prezidium a'zosi Salovat Umurzoqov va birlikchi Hazratqul Xudoyberdiyevlar qamoqqa tashlandi. Muhammad Solih bu aksiyaga qo'shilmagan bo'lsa-da, unga ham ayb e'lon qilindi. 92-yilning kech kuzida undan shaharni tark etmaslik haqida tilxat yozdirib olishdi. Ammo Muhammad Solih uyida o'tirmadi. Toshkentni tark etdi. Qozog'istonga bordi va u yerda bir uyda 2 oy muddat qolib, o'zining Davlat sirlari nomli kitobini yozdi. Kitob hukumatga qarshi yozilgan bir pamflet edi. Solih bu kitobni Olmaotada 20 ming tirajda bostirib, O'zbekistonda tarqatishga ham ulgurdi. Prezident Karimov saylovlardan so'ng muxolifatni tamomila tugatish haqida ko'rsatma berdi. Buning 2 sababi bor edi.
Birinchi sabab saylov hisobotidagi lo'ttibozliklarga qaramay muxolifatdan prezidentlikka ko'rsatilgan nomzod saylovchilarning 12,7% ovozini olishga muvaffaq bo'ldi. Bu muxolifat uchun saylovchilarning 1,115,000 a'zosi ovoz berdi degan gap edi. Hali shakllanib ulgurmagan bir partiya yarim erkin saylovlarda shuncha ovoz olsa, xolis saylovlarda qancha oladi degan vahima hukumatni tamomila sarosimada qoldirgandi. Ikkinchi sabab muxolifatning tamoman birlashish xavfi bor edi. 1992 yilning 5-may kuni Karimov Muhammad Solihni tushlikka taklif etdi va dasturxon ustida erkchilarga bir necha vazirlikni, Solihning o'ziga esa davlatdagi eng yuqori lavozimning birini taklif qildi. Bu lavozimlar evaziga Karimov mendan O'zbekiston Demokratik Kuchlar forumini tarqatib yuborishni so'radi. Men forumni tarqatib yuborish mening qo'limda emasligini aytdim. Men unga aytdimki, aksincha siz forumga kelib biz bilan xalq baxt saodati uchun ishlamoqchi ekaningizni ayting dedim. Va yana aytdimki, biz konstruktiv muxolifat bo'laylik, siz esa konstruktiv hukumat bo'ling dedik. Karimov bu takliflarimni qabul qilmadi. U men siz uchun ikkita farmon tayyorladim. Bu lavozimlardan bittasini qabul qiling va shu yerda farmonga qo'l qo'yaman dedi. Uning taklifini men qabul qilmadim. Shundan keyin albatta butun jabhalar bo'ylab bizga qarshi Karimovning hujumi boshlandi va bir yil ichida bizim qo'lga kiritgan butun muvaffaqiyatlarimizni yer bilan bir qildi. Sessiya kuni, ya'ni 1992 yilning 2-iyul kuni Muhammad Solih bu qatag'on siyosatni tanqid qilish uchun so'z so'radi. Ammo unga so'z berishmadi. Solih bunga javoban deputatlikdan iste'fo etdi. Muhammad Solih o'zbek hukumati bilan birga ishlash jarayonida bu hukumatni tabiatini yaqindan bildi. Shuning uchun u deputatlikdan voz kechdi. Albatta bu radikal bir qaror edi, ammo kundan kunga kuchayayotgan bu zulmga qattiq bir uslubda to'xta deyish zarur edi. O'yladimki, agar hozir so'z berishmasa, bundan keyin hech qachon so'z berishmaydi. Agar ularga bo'yin egsam, men ham yonimda o'tirgan sassiz, sadosiz o'sha mute kommunistlardan hech farqim qolmagan bo'lardi. Men 3-marta yana mikrofonga egilib so'z so'radim. Ama bu sefer mikrofonu o'chirishgandi. Birdan Oliy Kengash raisi Yo'ldoshev o'rtoq deputatlar tanaffus deb baqirdi. Halbuki tanaffusga hali 40 daqiqa bor edi. Islom Karimov parda orqasiga o'tib, deyarli qochib ketdi. Men minbarga chiqqanimda prezidiumda albatta hech kim qolmagandi. Minbarga chiqib dedimki, hurmatli deputatlar, ko'rib turibsiz, O'zbekistonda mana bugundan boshlab diktatura o'rnatildi. Men bunga norozilik sifatida deputatlikdan iste'fo qilganimni e'lon qilaman dedim. Keyin orqamga o'girilib, hay'atning o'sha bombo'sh stoliga deputatlik mandatini va deputatlik nishonini uloqtirdim. Xullas, Solih o'zi orzu qilgan millat ishtirokida huquqiy davlat qurish orzusining bu kommunistlar bilan ro'yobga chiqmasligini tushungandi. Endi hukumat bilan muloqotdan tamoman umidini uzgandi. O'sha davr haqida amerikalik jurnalist Scott Malcolmson shunday yozgandi. Irq partiyasi yangi konstitutsiya loyihasi ustida ishlar va o'z tuzilmalarini mukammallashtirish haqida bosh qotirardi. Sharoitlar juda yomon edi. Gazeta chop qilishi mumkin bo'lgan hukumatning birdan-bir matbuot uyi Irq haftaligi tirajini 100 mingdan 12 mingga tushirib qo'ydi. Endi esa mana Irq lideri Oliy Kengash deb atalgan parlament a'zoligidan iste'fo berdi. 1992 yilning oxiriga kelib, muxolifatning asosiy nashri Irq gazetasi chiqishi ham to'xtatildi. Mashaqqatli va og'ir kunlar kelayotgandi. Eng qo'shtirnoq ichida hushyorlar o'z vaqtida esini yig'ib olishga harakat qila boshlashdi. Birinchilardan bo'lib Irqning kotiblaridan Ahmad Ag'zam esini yig'ib oldi. Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida esa Milliy majlisning tashabbuschisi Bobur Shokirov so'roq qilinayotgandi.
1992 yilning dekabrida shu masala bo'yicha Muhammad Solihni ham KGBga chaqirib so'roq qilishdi. Erk gazetasi xodimi Muhammad Bekjonni ham o'sha yerda so'roq qilishdi. Sunday Telegraph gazetasi 93-yil 10-yanvar sonida shunday yozadi. Muhammad Solihni o'z ofisida avzoyi buzuq bir holda ko'rdik. Telefonlari 3 haftadir o'chirilgan edi. Undan Erk partiyasi binosini bo'shatib berish talab qilingandi. KGB nomini SMga almashtirgan idora muxolifat liderlari ustidan yangi kuzatuv moslamalarini sinab ko'rayotgan paytlar edi. Amerikada chiqadigan Baltimore Sun gazetasi shunday deb yozgan edi. Hukumatning qattiqqo'l tadbirlari mo'tadil muxolifatning hafsalasini ham pir qildi. Rasman ro'yxatdan o'tgan muxolifat partiyasi lideri Muhammad Solih ham o'zining so'nggi intervyusida biz chekinadigan joyimiz qolmadi, birdan-bir yo'limiz bo'ysunmaslik va qarshi turish xolos. Muloqot davri tugadi deganida. Bu bayonotidan so'ng Solih militsiyaning qator so'roqlariga duchor bo'ldi va oqibatda unga o'ldiramiz deb tahdid qilishgan. Xullas, hukumatning Solih atrofida qurgan chambari tobora toraya boshlagandi. Dilora Misroqova, Erk axborot markazida ishlayman. Hukumat tomonidan Erk faoliyatini butunlay to'xtatish uchun qo'ldan kelgan har qanday harakat qilingan. Kotibimiz, Markaziy kengash kotibi professor Otanazar Oyipov ham qamoqqa olindi. Orderda ko'rsatilishicha davlat to'ntarilishiga harakatda ayblangan. Qanday qilib davlat to'ntarilishi haqida gap borishi mumkin? Bu Milliy Majlis xususidagi hamma qog'ozlar prezident apparatiga va Oliy kengashga bir nusxadan jo'natilgan. Agar Milliy Majlisga tegishli qog'ozlar chiqqani uchun bir insonni qamash mumkin bo'lsa, bugun prezident apparatida ishlovchi odamlarni, Oliy kengashda ishlovchi odamlarni ham hammasini qo'rqmasdan qamoqqa olish mumkin. Chunki ularda ham bu qog'ozlardan bitta nusxadan bor. G'arb tadqiqotchilari o'sha odamlarni shunday ta'riflashadi. O'z hayotlarida o'zgarishlar bo'lishini orzu qilgan aksar o'zbeklar din va tadbirkorlik erkinligi tarafdori bo'lgan shu 43 yoshlik alp-qamot kishiga ishonch bildirishgan edi. Bugun Karimov rejimi Erk partiyasi shtab-kvartirasida chiroqni o'chirib gazetani yopdi va bir qancha liderlarni hibs etdi. Partiya faollariga esa guruh-guruh bo'lib to'planishni qat'iyan taqiqladi. Solihga parlamentda so'z berishmadi. Maxsus xizmat xodimlari uning xalqaro anjumanda ishtirok etishiga monelik qilishdi. Yanvar oyida esa davlat raqami bo'lmagan avtomobil uni bosib ketishga urindi. Tahlikada qolgan Solih o'zining so'nggi intervyusida shunday degan edi. Demokratik harakatimiz o'zining katta va dadil odamlaridan so'ng to'xtaldi. Bugun kun tartibida hayot va mamot masalasi turibdi. Vaziyat jiddiy. Endi bizning vazifamiz jon saqlab tirik qolishdir degan edi. Solih bu vaziyatga Erk partiyasining poraxo'rlik va korrupsiyani tanqid qilib iqtisodiy islohotlar talab qilgani bois tushganini yaxshi bilardi. Ministrlar kundan kun boy, xalq esa tobora kambag'allashib bormoqda dedi Solih. Aziz do'stlar, men sizlarga murojaat qilmoqchiman. Erk partiyasiga yordam bering demoqchi emasman. Chunki sizlar o'zingiz yordamga muhtojsizlar. Shikoyat qilmoqchi emasman. Chunki shikoyat sizlarda ham ko'p. Aksincha, shikoyatni bas qilaylik, ko'z yosh to'kishni to'xtataylik deya murojaat qilmoqchiman. Chunki taqdirimizni o'zimiz, faqat o'zimiz hal qilishimiz mumkin. Bizga Amerika ham, Avropa ham yordam bera olmaydi. Bizni qutqara olmaydi. Bizning xaloskorimiz o'zimizdir. Zulm bilan murosa qilman deya murojaat qilmoqchiman. Allohdan bo'lak hech kimga bosh egman deya iltimos qilmoqchiman. Bizni ham onamiz ozod tuqqan insoniy huquqlarimizni konstitutsiya emas, Alloh taolo bergan. Millat o'zini tanimog'i uchun esa har bir shaxs o'zini tanimog'i kerak. Inson o'zining qurt qumursqa emasligini nihoyat anglamoq payti keldi. O'z erki, o'z ozodligi, o'z qadr-qimmatini baland tutmagan inson millat qadr-qimmatini qanday ko'taradi? Hozir tinchlik, osoyishtalik haqida ko'p gapirish urf bo'lgan. Biz ham gapiramiz. Ammo tinchlik deganda men turma tinchligini tushunmayman. Tinchlik deganda qabriston tinchligini anglamayman va anglashni ham istamayman. Tinchlik deganda to'g'ri so'zini aytishdan qo'rqib, tilini yutib turgan olomon jimligini ham tushunmayman. Tinchlik
men uchun adolat tuyg'usining yuraklarda o'rnatgan muvozanatidir. Har bir insonning, har bir ijtimoiy guruhning huquqlarida tengligidir. Ularning bir-biridan roziligidir. Men tinchlikni shunday tushunaman. Aprel oyining boshida esa Muhammad Solih hibs qilindi va Ichki ishlar vazirligining yerto'lasiga tashlandi. Hukumatning maqsadi hayot darajasi kundan kun tushib borayotgan, bugun erta bosh ko'tarishga shay turgan olomondan Muhammad Solihni ma'lum muddat uzoqlashtirish edi. Ammo hukumat erk liderini Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida 3-4 kun saqlay oldi xolos. Solihni dunyo hamjamiyati bosimi natijasida ozod etishga majbur bo'lishdi. Bu voqealardan so'ngra Muhammad Solihning uyiga kechasi Mamadali Mahmud boshchiligida bir guruh do'stlari kelishdi. Undan ma'lum muddat Toshkentni tark etib turishni iltimos qilishdi. Solih ularga quloq solmadi. Bu voqealar haqida Muhammad Solih yo'lnoma kitobida shunday yozadi: Men O'zbekistondan ketishni istamasdim. Ammo tongga yaqin meni yana uyg'otishdi. Yana o'sha do'stlar kelgandi. Mamadali Mahmud kuyinib gapirdi. Qamoqda hech narsa qila olmaysan, lekin tashqarida bir ishlar qilishing mumkin dedi u. Agar qamalsang, yigitlarning ham ruhi tushib ketadi, tashkilot ham o'ladi. Tasavvur qilasizmi? Bugun bu so'zlarni aytgan inson o'zi turmada. Mamadalining samimiyati meni yengdi. Men O'zbekistonni tark etdim. Qozog'istonda bir kun qoldim, 2 kun qoldim Qozog'istonda, keyin uchoqqa bilet olib Bakuga jo'nadim va Abulfaz Elchibey bilan ko'rishdik. U aytdiki, sizning bu vaziyatda tashqarida faoliyat olib borish optimal yo'l dedi. Bu faoliyat uchun men dedi shaxsan o'sha Ozarbayjonning prezidenti olarak yordamini sizdan ayamayman dedi. Elchibey çok yakından izlerdi Muhammed Salih'in faaliyetlerini. Hatta ben bazı şiirlerini çevirmiştim o dönemde. Daha doğrusu Özbek Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine adapte etmiştim. El yazısıyla o şiirleri verdiğimi, Muhammed Salih'in Türkçe gepir, yani Türkçe konuş şiirini çok sık sık okuyarak etrafıma hatırlattım. İşte dil, işte bir şairin, bir aydının kendi diline yaklaşımı budur. Böyle olması gerekir diye sürekli örnek gösterirdi. Men bir hafta Elchibeyning mehmoni bo'ldim. Sonra Turkiya prezidenti Turgut O'zalning da'vati bilan Turkiyaga yo'lga chiqdim. Istanbulda meni Ozarbayjonning bosh konsuli, mening eski do'stim Abbas Abdullah kutib oldi. Muhammad Solih mamlakatni tark etganidan so'ng hukumat ishga kirishib ketdi. Amalda Erk partiyasining rahbari maqomiga o'tirib qolgan partiyaning kotibi Sodiqjon Yigitaliyev prezident saroyiga chaqirtirildi. Saroyda unga partiya syezdini chaqirib, Muhammad Solihni raislik lavozimidan olib tashlasanglar, partiya mol-mulki qaytarib beriladi, sizga esa prezident saroyida bir ish beramiz deyishdi. Yigitaliyev hukumatning bu lo'ttibozligini jamoatchilikka siyosiy partiya sifatida jon saqlab qolishning yagona yo'li deb taqdim eta boshladi. Partiyaning boshqa ba'zi yetakchilariga ham bu yo'l ma'quldek tuyuldi, lekin ko'pchilik bu taklifga qarshi chiqdi. Shunga qaramay, partiya syezdini chaqirishga qaror qilishdi. Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihning o'zi yo'q bo'lsa ham, uni partiya liderligidan olish oson kechmasligini yaxshi tushunardi. Shuning uchun partiya liderini obro'sizlantirishga kirishdi. Erk markaziy kengashi a'zosi Safar Bekjonga bir paytlar qandaydir bir muzey tangasini bergan bir nusxani izlab topishdi. Uning ko'rsatmasiga asosan Safar Bekjonni hibsga olishdi. 1993-yilning iyul oyi edi. Sodiqjon Yigitaliyev Safar Bekjon hibsda saqlanayotgan Ichki ishlar vazirligi yerto'lasiga kelib undan bu tangani olishni mendan Muhammad Solih iltimos qilgan deb ko'rsatma bering deya iltimos qildi. Unga hatto bu haqda oldindan yozib qo'yilgan iqrornoma ham ko'rsatishdi. Agar shunga imzo cheksa, uni hoziroq ozod qilishga va'da berishdi. Lekin Safar Bekjon bunday yolg'on guvohlikka qo'l qo'yishdan bosh tortdi. Uni 3,5 yilga ozodlikdan mahrum etishdi. Hukumat matbuoti esa bu orada Muhammad Solih tanga o'g'risi degan uydirma asosida uni ayblovchi kampaniyani boshlab yubordi. Bu ish bir oy davom etdi. O'g'ri kim degan eng so'nggi maqola O'zbekiston Ovozi gazetasida syezdga 3 kun qolganda chop etildi. Partiya syezdi 1993-yilning 25-sentyabr kuni Tekstilchilar saroyida boshlandi. Lekin syezd bir ovozdan Muhammad Solihni yana partiya rais qilib sayladi. Bu hukumatning tamomila tormor bo'lishi edi. Endi hukumat erkchilardan o'ch olishga kirishdi.
Syezdda ishtirok etgan 2 deputat Nasrullo Saidov va Imom Fayziyevlarga jinoiy ish ochildi. Ikkalasini ham parlamentdan chetlatildi. Syezdda faol ishtirok etib ma'ruza qilgan Elomon Shukurovni esa o'sha zahotiyoq hibsga olib, o'sha yerda o'ldirib yuborishdi. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım, ırmağımın akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm. Solih turk xalqlarini birlashtirish tarafdori bo'lgan mashhur siyosatchi Alp Arslan Turkash, Turkiya bosh vaziri, ayni paytda taniqli shoir Buland Ejevit nazdida ham katta e'tiborga ega edi. Muhammad Solih Istanbulga yerlashgandan so'ng u yerda Erk va Forum nomli gazetalarni chiqara boshladi. Muhammad Solih Istanbulda o'zining Oydinlik sari nomli kichik kitobchasini ham nashr etdi. Bu kitobchada Erk liderining siyosiy qarashlari va davlat qurilishi haqidagi tushunchalari aks etgandi. Muhammad Solihning bu faoliyatidan Karimov dahshatga tushdi va Solihni Turkiyadan quvib chiqarish uchun turk hukumatini 1 yil davomida shantaj qildi. 1994-yil may oyida O'zbekistonning Ankaradagi elchisi Ubay Abdurazzoqovni Toshkentga chaqirib oldi. So'ngra Turkiyadagi 2,5 ming talabani ham o'lkaga qaytib kelishga buyurdi. Turkiya prezidenti Demirel Muhammad Solihni chaqirib, unga Olmoniyaga ketishni tavsiya qildi. Muhammad Solih Frankfurtga yo'l oldi. Karimov muxolifat liderlarini yurtdan badarg'a qilgach, Amerika bilan aloqalarni yaxshilashga intila boshladi. 1995-yilning boshida Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy demokratik instituti taklifiga binoan O'zbekiston hukumatı va muxolifatni yarashtirish seminari bo'lib o'tdi. Unga Frankfurtdan Muhammad Solih va Istanbuldan Abdurahim Po'latov Erk va Birlik rahbarlari sifatida taklif etilgan edi. Karimov hukumati vakili sifatida O'zbekiston Adliya vaziri Alisher Mardiyev ishtirok etdi. Karimov Amerikaga adliya vaziridan boshqa yana bir hay'at yo'llagan edi. Bu hay'atga prezidentning ishonchli maslahatchilaridan biri Murod Muhammad Do'st rahbarlik qilayotgandi. Hay'at tarkibida Muhammad Solihning yana bir do'sti, deputat Erkin A'zam ham bor edi. Ularning ikkalovi ham muxolifatni yarashtirish bo'yicha muloqot olib bordilar. Uchrashuv akademik Sagdiyevning Washington chekkasidagi mashhur villasida, ya'ni uning qaynotasi prezident Eisenhowerning eski dala hovlisida o'tkazildi. Bu norasmiy diplomatiya ham samara bermadi. Bu samarasiz muloqotdan so'ng Karimov hukumati Erk partiyasiga Turkiya razvedkasi yordamida davlat to'ntarishini tayyorlash degan yangi ayblov bilan chiqdi. Bu qo'shtirnoq ichidagi to'ntarish aslida 11 nafar yosh yigit 3-4 kishilik guruhlarga bo'linib O'zbekiston hududiga Erk gazetasini olib kirish edi. Ularning gazeta bilan kelayotganini Erk ichiga kirib olgan Ichki ishlar vazirligining 7-bo'limi ayg'oqchisi Adham Roziqov Ichki ishlar bo'limiga yetkazgandi. Roziqovning ixbori bo'yicha ushlangan bu 11 yosh yigit qiynoqlar ostida Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishga majbur qilindi. 1996-yilda Turkiyaning Milliyatchi harakati partiyasi lideri Alp Arslan Turkash Islom Karimovga uni Muhammad Solih bilan yarashtirish maqsadida bir maktub yozdi. Turkash janoblari o'ta nozik diplomatik tilda yozilgan bu maktubda bir-birini kechirish kuchli va buyuk shaxslarga xos fazilat ekanini aytdi. Islom Karimovni ham ana shunday mard liderlar qatorida ko'rishiga umid qilayotganiga urg'u bergandi. Turkash o'z xatining so'ngida Karimovdan Muhammad Solihga davlat maslahatchisi lavozimini berishni iltimos qildi va Karimovga yozgan bu maktubini quyidagi kichik xatni ilova qilib Muhammad Solihga ham yuboradi. Hurmatli Muhammad Solih bey afandi, O'zbekiston prezidentiga yozganim shaxsimga oid maktubning bir suratini zoti oliyingizga taqdim etyapman. O'qib fikringizni bildirishingizni umid etaman. Maxsus salom va ehtiromimni yo'llab peshonangizdan o'pib qolaman. Alp Arslan Turkash rais. Muhammad Solih Alp Arslan Turkashning bu xat hoshiyasiga shu 2 jumlani yozib, xat muallifiga faks orqali qayta yo'llaydi. Muhtaram boshbug'im, maktubingizning shu qismini, ya'ni Muhammad Solihga davlat maslahatchisi lavozimini berishni iltimos
degan joyini olib tashlasak yaxshi bo'ladi. Men zolimdan hech narsa istamayman. Muhammad Solih. O'zbekiston prezidentidan esa quyidagicha javob keldi. Hurmatli janob Alp Arislan Turkash, menga O'zbekistonning Turkiyadagi elchisi orqali 1996-yil 4-avgustda yo'llagan dono fikrlarga boy maktubingizni katta qiziqish va e'tibor bilan o'qib chiqdim. Mustaqilligimizning 5 yilligi biz tanlab olgan o'zimizga xos va o'zimizga mos yo'limizning xalqimiz va jamiyatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishi O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'sini mustahkamlash, jamiyatimizni jipslashtirish yo'lining to'g'ri ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Shunday kishilar bor edilarki, ular tanlagan yo'limiz uchun kurashdilar. Ba'zilar bizga ishonmadilar, ba'zilar esa hatto xato qildilar. Agar bugun ular o'z xatolarini anglab yetgan bo'lsalar, ularni bundan keyingi hayotlarini O'zbekiston kelajagi uchun bag'ishlash huquqidan hech kim mahrum etmaydi. Janob Muhammad Solihga keladigan bo'lsak, u ham xuddi shu yo'ldan borishi mumkin. Ammo buning uchun oldindan qandaydir shartlar qo'yish to'g'ri bo'lmas. Siz o'zingiz, hurmatli janob Alp Arislan Turkash, hamma narsa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga muvofiq bo'lishi shart ekanligini yaxshi bilasiz. Kamoliy ehtirom bilan, Islom Karimov, O'zbekiston Respublikasining prezidenti. 1997-yilning kuzida Muhammad Solih Frankfurtdan Istanbulga keldi. O'zbekiston elchixonasi Karimovning dushmani Istanbulga kelganidan Turk hukumatiga shikoyat qila ketdi. 1997-yil noyabrida O'zbekiston prezidentining Turkiyaga tashrifi munosabati bilan Anqara Karimov hurmatiga Muhammad Solihni Bolgariyaga chiqarib yubordi. Turk matbuoti Solihning Turkiyadan chiqarib yuborilishiga qattiq reaksiya ko'rsatdi. Solih Safiya shahrida bir oycha yashab qoldi. So'ng yana yashirin tarzda Istanbulga keldi. 1998-yilning martida Muhammad Solih Ruminiyaga chiqarib yuborildi. Ruminiyada bir oycha ham turmadi. Aprel oyining boshlarida Kiyevga keldi. U yerda Ruh nomli xalq harakati lideri Vyacheslav Chernovil bilan uchrashdi. Ukraina muxolifatchisi Solihning harakatini qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Solih Ukrainadan Moskvaga keldi. May oyida Solih Moskvada Literaturная газета va Люди как они есть jurnali bilan suhbatlashdi. Suhbat matnini o'z sahifalarida chop etishdi. Iyul oyida esa Bazel shahri meri taklifi bilan 3 oylik muddat bilan Shveysariyaga keldi. Bu yerda u o'zining Yo'lnoma nomli xotiralar to'plamini qog'ozga tushirdi. 1998-yilning noyabrida Bakuga bordi. U yerdan esa Moskvaga o'tib, general Aleksandr Lebedь bilan uchrashdi. Dekabrda esa Istanbulga qaytib keldi. – 1999-yilning 13-fevralida Anvar Solihboyev boshchiligidagi bir guruh o'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Anqaraga kelishdi. Solihboyev Turkiya hukumatidan O'zbekistonga jo'nayotgan ekstremistlarni kuzatish uchun Turkiya aeroportlarida o'z josus agentlarini joylashtirishga ruxsat so'raydi. Shu kunlarda Toshkentda ham g'aroyib voqealar sodir bo'la boshladi. Barcha faol muxolifatchilarning uylari kuzatuv ostiga olindi. Toshkentda 3 kun 13, 14 va 15 fevral kunlari Milliy xavfsizlik xizmati agentlari va maxsus xizmat xodimlari Erk partiyasining kotibi Otanazar Orif, huquq himoyachisi Mo'tabar Ahmedova, yozuvchi Mamadali Mahmud, Muhammad Solihning qizi Nigor, inilari Komil, Jumanazar va Rashid Begjonlar yashaydigan Xorazmdagi uylari ham qattiq kuzatuv ostiga olingandi. 16 fevral kuni Toshkent markazida bombalar portlashidan so'ng birinchi bo'lib aynan shu kuzatuvga olingan uy egalari hibsga olindi. Hali portlatganlarning birontasini ushlanmay turib, hukumat bu ishni din fanatiklari bilan birlashgan Muhammad Solih amalga oshirdi deb jar sola ketdi. Bu ishning siyosiy tamg'asi avvaldan ma'lum edi. 16 fevral portlashlarining hukumat tomonidan, Karimov hukumat tomonidan uyushtirilganligi siyosiy mahbus Zayniddin Asqarov kabi insonlarning guvohligida tasdiqlangan, rad qilib bo'lmaydigan bir faktdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Asqarov Zayniddin Abdurasulovich 16 fevral voqealariga aloqadorlikda ayblanib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilganman. Endi o'z sudga ma'nosiga kelaman. Menga bo'lgan va'da Bahrom Abdullayev boshligidagi 6 ta vishkadagilar otilmas edi. Otilmay, vishka berib prezident tomonidan kechirim so'ragan uchun af qilishlik va'da qilingan. Men va'da qildim. Bo'ldi, men rol o'ynab beraman.
Muhammad Solih yomonlashmi? Ha. Muhammad Solih, sizlar zolimni qo'liga tushib qolgan vaqtinglarda menga tuhmat qilish kerak bo'lib qolsa, meni so'kish kerak, so'kaveringlar. Chunki xalq ham biladi, buni hamma yaxshi biladi degan. Muhammad Solih xafa bo'lmaydi degan maqsadda men mayli deb Muhammad Solihga tuhmat qilib 16 ta aloqasi bor. 1,600,000 bergan edi. Tohir sponsor edi degan narsalarni men yig'lab sirab gapirib rol o'ynab berishga narsalar. Meni maqsadim Bahrom Abdullayevdek legendarniy qorilarni nasab bo'lishdi. Abduvali qora akalarning chiqishidi. Qora akalarning hammasi af bo'lishligida edi. Shularning hammasini Ichki ishlar ministri Zokir Almatov meni chaqirib, Muhammad Solih yomonlab bersang, mana shu rolni beradigan bo'lsang, hammasi af bo'ladi, otilmaydi bular, senga ham yengillik bo'ladi, sudlardan chiqib ketasan degani uchun Alloh shohidki, men o'zimni qutqarish uchun emas, ana shularni qutqarish uchun mana shu narsaga majbur bo'lgandim o'sha vaqt. Lekin bular chiqargani ham yo'q. Ularga vishga ham berib, vishga berib olishning sababi ular sirni bilardi, sirni bilishligi uchun ularni yo'q qildi. Lekin ular bizga aytib o'tayotgan narslar. Shunday bo'lgandi. Shuning uchun sizlarning radio stansiyalar orqali avvalo Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihdan kechirim so'raymanki, o'sha vaqtda bunga tuhmat qilganmiz. Haqiqatda majburan tuhmat qilganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqining oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga aldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga aldanib qolib, rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan biz kechirim so'raymiz. Muhammad Solihga Allohga qasam ichib aytaman, bu gapimni dunyo va oxiratda umuman terroristlarga terrorga aloqasi yo'q hech qanaqa. Umuman aloqasi yo'q. Bu bizning siyosiy ko'rligimiz, ishonuvchanligimiz, Zokir Almatov yolg'on va'dalarga ishonganligimizning natijasi xolos. Bu gapdan keyin biz otib olsa biz shahid bo'lib ketaveramiz. Inson huquqlari tashkilotlari himoya qilsa yaxshi turaveramiz, lekin bizni birov himoya qilish qilmasligi bu gapni aytishimizdan to'sib qo'ymaydi biz. Bu portlashlar O'zbekiston prezidentini o'ldirishga qaratilgandi degan iddaoning o'zi bu narsaning ochiq fitna ekanini ko'rsatib turibdi. Chunki shaharning 5 ta turli nuqtasida, turli vaqtlarda sodir bo'lgan portlashlar bilan bir odamni qanday o'ldirish mumkinligini hech kim izohlab bera olmaydi. 16-fevral portlashlaridan keyin birinchi zarba Erk partiyasi a'zolariga yo'naltirildi. Ikkinchi zarba muxolifatga xayrixoh bo'lgan kishilar qatlamini o'z ichiga oldi. Qamoqqa olish va hibslar butun MDH davlatlarini qamrab oldi. 15-mart kuni Kiyevda Muhammad Bekjon bilan Erk faoli Yusuf Ro'zmurodov hibs etildi. Manbalarning ma'lumotlariga qaraganda 16-fevraldan so'ng Karimov hukumatı 2000 ga yaqin kishini hibs etgan. Portlashlardan keyingi dastlabki kundanoq Muhammad Solihga qarshi qoralash kampaniyasi avj oldi. O'sha kunlarda Rossiyaning ko'zga ko'ringan taniqli yozuvchilari, siyosatchilari va jamoat arboblari Inson huquqi va ozodligi himoyasi jurnalida e'lon qilgan ushbu murojaatda jumladan shunday so'zlar bor edi. Muhammad Solih nomiga bo'xton va tuhmatdan iborat ig'vo xabarlar tinimsiz tarqatilmoqda. Bularning barchasi totalitar sovet tuzumining mash'um yo'llarini, Andrey Sakharov va Aleksandr Soljenitsinlarga bo'lgan ta'qib va ta'ziqlarni eslatmoqda. Muhammad Solih va o'zbek muxolifatini himoya qilib, xuddi shunday murojaatnomani Ozarbayjon muxolifati ham qabul qilgan. Ular orasida Abulfayz Elchibey, Isa Gambarov va boshqa taniqli arboblar bor edi. Ukraina Oliy Radasining 36 deputati o'zbek muxolifatini himoya qilib murojaatnoma qabul qilishdi. Xatga imzo chekkan deputatlar orasida Qrim turklarining liderlari Mustafa Jamil va Rufat Chubar o'g'li ham bor edi. Xuddi shu kunlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha komissarligi Muhammad Solih va uning oila a'zolariga siyosiy qochqin maqomini berdi. 99-yil aprel oyida Muhammad Solih oilasi bilan Norvegiyaga yo'l oldi. Bu voqea Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Istanbuldagi yig'ilishi oldidan sodir bo'ldi. Yig'ilishga taklif qilinganlar ichida Muhammad Solih ham bor edi. Buni eshitgan prezident Islom Karimov g'azab bilan saroydagi bir telefon va likopchalarni otib sindira boshladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov prezidentni tinchlantirish uchun Muhammad Solih yig'ilishga kelsa, bu ikki birodar respublika munosabatlarini yanada yomonlashtirishi mumkinligi haqida Turkiya Tashqi ishlar vazirligini ogohlantirdi. Keyin Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ofisiga Karimov dushmanini shunday muhim yig'ilishga taklif qilganiga rasmiy ravishda e'tiroz bildirdi. Bu siyosiy mojaro haqida Cumhuriyet ommabop Turk gazetasi shunday deb yozdi.
Soliqni YXHT yig'ilishiga taklif qilinganini bilgan O'zbekiston ERK liderini tashrifiga ta'sir ko'rsatishni talab qilib, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Turkiyaga bosim o'tkazdi. Natijada YXHT Turkiya iltimosiga ko'ra soliqga yuborilgan taklifnomani qaytarib olishga qaror qildi. Radikal gazetasi shunday deb yozdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning antidemokratik harakati Istanbulda o'tadigan YXHT yig'ilishiga soya tashladi. Karimov yig'ilishda qatnashmasligi bilan Turkiyaga tahdid qilib, o'z raqibi Muhammad Solihning Istanbulga tashrifini bekor qilinishiga erishdi. Solihni yig'ilishga kelish uchun mehmonxonada joy ham ajratilgandi. Karimovning tahdididan so'ng Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Norvegiya bilan bog'landi va Turkiya hukumatı Solihni agar keladigan bo'lsa orqaga qaytarib yuborishga majbur bo'lishlari haqida ogohlantirdi. Muhammad Solihning kelishiga to'siq qo'yilgach, Karimov Istanbulga keldi, ammo majlisda oxirigacha o'tirmay, Turkiya bosh vaziri Bulan Ejevitdan gina qilib yana Toshkentga qaytib ketdi. Karimov Istanbul alamini bostirish uchun Oliy sud raisini chaqirib, unga Muhammad Solihni mahkamaga tortish amrini berdi. 2000-yilning 30-oktyabrida O'zbekiston Oliy sudi Muhammad Solihni 15,5 yil ozodlikdan mahrum etish hukmini chiqardi. Bu ham kamlik qildi. Karimov endi Muhammad Solihni jismonan yo'q qilishga qaror berdi. Bu xususda Rossiyadagi TV-Center kanalining Nasha versiya под грифом Секретно ko'rsatuvi lavhalarini e'tiboringizga havola qilamiz. С вами Михаил Маркелов. В эфире третий выпуск программы «Наша версия» под грифом «Секретно». Историю, которую мы хотим сегодня рассказать, покажется на первый взгляд неправдоподобной. Но тем не менее хочу предупредить, что все события и герои этих событий реальны. Сегодня мы расскажем о том, какими способами в Узбекистане борются с оппозицией. В 2000 году узбекский бизнесмен, бывший сотрудник МВД по имени Бахром Муминахонов, работающий в Москве и делающий хлопковый бизнес вместе с чеченскими партнерами, вылетает в Ташкент. Туда его вызывают бывшие коллеги по работе и приглашают на беседу в Службу национальной безопасности Узбекистана, а затем и в Интерпол. Также эти представители чеченского народа по стечению обстоятельств знали Мухаммада Салиха. Нашего героя Бахрома Муминахонова представители Службы национальной безопасности Узбекистана просят организовать встречу в Ташкенте с бригадой чеченцев. Он выполняет просьбу узбекских чекистов и интерполовцев. Что это за товарищи были, которых вы привезли в Узбекистан? Ну, это ребята чеченцы. Имели связь, видимо, с Мухаммад Салихом. Ну и, в общем, закончилось тем, что они мне в аэропорту говорят: ты знаешь, что нам предложили его физически устранить. Они предлагают за это деньги. Bu ish uchun O'zbekistondagi kriminal avtoritetlardan 2 million Amerika dollari olindi. Uning yarmi chechenlarga to'lanib, qolgan yarmi Toshkentdagi Interpol direktori Mahmud Hayitov va Ichki ishlar vazirligi aksilterror bo'limi boshlig'i polkovnik Botir Tursunovlar orasida arra qilinishi kerak edi. Ну, в общем, когда они уехали, меня вызвал один из, ну, будем говорить, одни из первых людей. И Служба национальной безопасности, и Узбекистана, да, и структуры МВД, которые сказали о том, что вот ты же понимаешь, что существуют такие проблемы, что вот он террорист номер 1 для Узбекистана, который организовал все эти взрывы на территории Узбекистана. Мы тебе предлагаем, как гражданин Узбекистана, как, значит, такую вещь, чтобы я занялся этой проблемой. А в каком смысле занялся? Проблемой ликвидации. То есть, прошу прощения, я правильно вас понял, вам предложили стать посредниками между чеченцами и заказчиками, которые заказали Салиха? Да. Вы сами усматриваете здесь прямую заинтересованность или, может быть, какие-то прямые команды от президента Узбекистана? Конечно, потому что такое решение, например, ни министр МВД, ни министр Службы национальной безопасности самолично принять не могут. Это не могут быть их личная инициатива. И они этого не скрывают в разговоре со мной, они не скрывают, что это задание первого лица, что это надо сделать, что это надо исполнить сроки. Yollangan chechen guruhining boshlig'i Hasan Cherkizov suiqasd taklifi haqida Muhammad Solihga xabar berdi. Muhammad Solih Cherkizovga o'yinni davom ettiring dedi. Muhammad Solih bu bilan rejimning jinoyatini fosh qilishni rejalagandi. Bu yigit suiqasdchi tanlangan yigit Shveysariyaga shu yerga keldi. Shu yerda men uni kutib oldim. Bir haftacha uyda turdi. Bütün tafsilotlarini o'rgandik. Va bundan keyingi bo'ladigan bütün telefon, yuzma-yuz
gaplashuvlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida, SMBda va boshqa odamlar bilan bo'ladigan butun muzokaralarni yozib qayd qilib, hujjatlar asosida bizga berishini undan istadik. Va shunday bo'lib chiqdi. Итак, заказ был принят. Я бы никогда не поверил в то, что Интерпол Узбекистана занимается координацией политических убийств. Невероятно, но это факт. Сейчас вы услышите два телефонных разговора между Бахромом Муминахоновым и директором Интерпола Узбекистана Махмудом Хаитовым. В первом случае речь идет о деньгах, о оплате за заказ. Во втором случае директор Интерпола требует от Муминахонова доказательств того, что Салих мертв. В телефонном разговоре директор Интерпола Узбекистана Хаитов говорит о документе. Под документом подразумевается труп. Труп лидера оппозиции Мухаммада Салиха. Они беспокоятся, вот сейчас мы еще говорим по поводу денег. Так. Они говорят, что где-то в порядке 350 надо будет наличными. Алло. В Москве, да? Да, в Москве. А остальные на счет. Хорошо, нет проблем. Ты их успокой. Я сейчас поеду к шефу, вот где-то 5 часов я буду. Тогда я ему уже скажу, что нашли, да? Значит, а можно 500 отдать налом? 500 налом? Да. Ну, в принципе, нам разницы нету. Хорошо, я понял. Документ нашелся? Да. Ну, все, самое главное, что документ нашелся. Угу. Когда я говорю о документе, я говорю о человеке, понимаешь, да? Я понимаю, да. Я не говорю, что нам должен прийти какой-то документ. Когда на место идут, да, находят, выходят компетентные органы, выходят, правильно? Так. Вот компетентный орган устанавливает личность, это той местности, допустим, у нас полиция, милиция. Там есть полиция, правильно? Так. Вот. Осмотр делает, он ведь документ ведь не будет вечно лежать где-то, правильно? Его ведь отдадут хозяевам, чтобы хозяева его зарыли в сейф. Мы располагаем точными датами и фамилиями лиц из Службы национальной безопасности и Интерпола Узбекистана, прилетавших в Москву накануне официального визита президента Каримова. Все эти, так сказать, агенты останавливались в гостинице «Рэдисон Славянская». Здесь они встречались с невольным посредником Бахромом Муминахоновым и обсуждали с ним вопрос передачи чеченцам денег за заказ. Сделка не состоялась, поскольку у Муминахонова не было доказательств того, что Салих мертв. Хотя, со слов узбекских интерполовцев, информация об устранении лидера оппозиции уже была передана наверх президенту Каримову. Ребята чуть-чуть поторопились. Речь идет о том, что спецслужбы Узбекистана приняли участие в подготовке политического убийства, что каримовское окружение уже не первый раз занимается физическим устранением неугодных. Несколько лет назад в Беларуси президент Александр Лукашенко рассказал мне весьма поучительную историю. 4 года эта запись лежала у нас в архиве. Мы сомневались в том, что такое могло быть на самом деле. Теперь же сомнениям почти нет места. Каримов рассказал один случай. Его покритиковал какой-то журналист, который работал там. Я не помню, или его, или, скорее всего, московский. Он работал там, ну и что-то там, выпад какой-то. Не то, что здесь было. Мы его достали в Москве и присыпали в Ташкенте. Karimov Lukashenkoga e'tirof etgan qotillik qurboni jurnalist Sergey Grebenyuk 1996-yil o'zbek chekistlari tarafidan Moskvada ushlanib, Toshkentda o'ldirilgan. ...2001-yilning 28-noyabrida Muhammad Solih Ozodlik radiosining taklifiga ko'ra Amsterdamdan Pragaga uchdi. Praga aeroportida uni O'zbekiston talabiga ko'ra hibs etdilar. Solihni bir vaqtlar Yulius Fuchik va keyinroq Chexiya prezidenti Václav Havel o'tirgan Pankras turmasiga qamadilar. Associated Press shunday deb yozdi. Ozodlik radiosi taklifi bilan Pragaga kelgan o'zbek muxolifati lideri Interpol talabiga ko'ra hibsga olindi. Ammo dunyo jamoatchiligining kuchli qarshiligiga qaramasdan Praga shahar sudi 30-noyabr kuni Muhammad Solihni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi ehtimoli bilan 40 kunlik qamoqqa hukm qildi. 2001-yilning 1-dekabrida New York Times gazetasi shunday deb yozdi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha ijrochi direktori Elizabeth Anderson Solihning hayoti xavf ostida ekanligini aytdi. Agar u O'zbekistonga topshirilsa, qiynab o'ldirilishi mumkin.
Ayni shu paytda Norvegiya Solihning taqdiri borasida jiddiy tashvishga tushdi va Tashqi ishlar vazirligi darajasida o'zbek dissidentini ozod qilish uchun diplomatik ishlarni boshladi. 2001-yilning 3-dekabr kuni Norvegiyada chiqadigan Aftenposten gazetasi shunday deb yozdi: Muhammad Solihning ayoli Oydin va o'g'li Temur Oslada yashaydi. Ular oila boshlig'i hayotidan juda xavotirda. Oydin o'zini suratga olishimizni istamadi. Bu oila 1993-yilda O'zbekistonni tark etgan va shu vaqtga qadar oilaning butun hayoti tahlika ichida kechgan. Yana Temurning aytishicha, uni amakilari otasining 3 ukasi O'zbekiston turmalarida garovda tutilmoqdalar. Hibsning 5-kuni Norvegiyaning favqulodda va muxtor elchisi Lasse Saim Solih bilan uchrashdi. Elchi Norvegiya hukumati Solihni ish sudga yetmasdan qamoqdan ozod qilishga harakat qilayotganini aytdi. Ekstraditsiya xavfi hali ham yuksak dedi elchi. Ammo Muhammad Solih sudgacha turmadan chiqmasligini bildirdi. Elchi Solihni vaziyatning qaltis ekanligiga ishontirishga urindi, ammo Solih O'zbekiston hukumati tuhmatlarining asossiz ekanligini isbot qilish uchun sud yagona imkoniyat ekanligini va bu imkoniyatni aslo qo'ldan boy bermasligini aytdi. Men bu kamerada qancha kerak bo'lsa shuncha o'tirib kutishga tayyorman. O'zbek hukumati men haqidagi dalillarni taqdim etsin, sud ularga ko'ra hukm chiqarsin, dedi Solih. Chexiyaga xalqaro jamoatchilik bosimi kundan-kun ortib bordi. Chexiya Respublikasi prezidenti Václav Havel Ozodlik radiosi orqali chiqish qilib vaziyatga baho berdi. Men ishonamanki, Solih totalitar hukmdorga hadya qilinmaydi. Men bu voqeadan nihoyatda ta'sufdaman. Bu hodisa respublikamiz nufuziga soya soldi. Biroq Solihni ozod etilishi borasida biror mo'jiza yo'q edi. New York Times gazetasi maxsus muxbiri Peter Green Pankras turmasida Solih bilan uchrashuv haqida shunday yozdi. Pankras turmasidagi oq rangga bo'yalgan uchrashuv xonasida mahbus kiyimida shaloq kursida xalqning tanilgan shoiri o'tirardi. Uning boshi ortidagi panjara orqasida esa bir parcha bulutli osmonni ko'rish mumkin edi. Uning aybi O'zbekistondagi kommunistik rejimga qarshi bo'lishidir. Uning qismati bir paytlar Chexiya prezidenti Václav Havel o'tirgan turmada o'tirishdir. Nihoyat 10-dekabr kuni prezident Havel ichki ishlar vaziri Stanislav Gross bilan suhbatlashganini matbuot xodimlariga ma'lum qilib, Solih tez kunlarda turmadan ozod qilinishini aytdi. 11-dekabr kuni Reuters agentligi shunday ma'lumot tarqatdi. Chexiya sudi O'zbekiston muxolifati partiyasi liderini turmadan ozodlikka chiqardi va u o'zini ekstraditsiya qilinishi masalasi ko'rib chiqiladigan mahkamani kutadi. Muhammad Solih turmadan ozod etilganidan so'ng Ozodlik va Ozod Yevropa radiolarining zalida matbuot anjumani o'tkazdi. Solih sudning ekstraditsiya borasidagi har qanday qarori demokratiya uchun o'zining hayotidan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Prezident Bush terrorchilikni ildizi bilan qo'porib tashlamoqni istayapti. Biz unga bu ildizlarning qayerda ekanini ko'rsata olamiz. Bu ildizlar diktatorlik rejimidir, dedi u. Prezident Havel 12-dekabr kuni Solih bilan Praga qasrida uchrashishini ma'lum qildi. Chexiya prezidenti Solih bilan suhbatda O'zbekistondagi vaziyat va Solihning rejalari bilan qiziqdi. Solih prezidentga turmada yozgan o'z essesini hadya qildi. Uchrashuv so'ngida Muhammad Solih matbuot vakillarining savollariga javob berdi. 14-dekabr kuni Solihni ekstraditsiya qilish masalasida Praga shahar sudi O'zbek tomoni olib kelgan barcha materiallarning siyosiy motivda ekanligini e'tirof etib, Muhammad Solihni aybsiz deb e'lon qildi. Los Angeles Times gazetasi muxbiri David Holley 2001-yilning 15-dekabr kuni shunday deb yozdi. Adolat tantana qildi, dedi Muhammad Solih suddan chiqqach. O'zbekistonda minglab odamlar o'z g'oyalari va siyosiy qarashlari uchun ta'qib qilinmoqda va qiynoqlarga tutilmoqda, dedi u. Chorshanba kuni u Solih o'tirgan ayni shu turmaga qamalgan prezident Havel bilan uchrashuvga Praga qasriga taklif etilgandi. Solih hukumat tomonidan soxta ayblab qo'yilgan inson, aslida haqiqiy demokrat va inson huquqlari kurashchisidir, dedi prezident Havel. Muhammad Solih siyosatdan forig' paytlarida diniy adabiyot bilan qiziqdi. So'nggi yillarda u eng muhim ishga qo'l urib, 4 jild payg'ambarlar tarixini to'plab o'zbekchada nashr qildi. Muxolifat lideri o'zbek yoshlarining turli diniy oqimlar tarafidan buzilmagan sahih manbalar asosida tarbiyalanishi tarafdoridir. O'zbekistondagi dindorlar ahvolini Muhammad Solih fojiali deya baholaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom sallallohu alayhi va sallam shunday degan edi.
shunday bir kun keladiki, siz diningizni xuddi hovuchingizda yonib turgan cho'g'ni yeng ichida yashirganday yashirmoqqa majbur bo'lacaksınız degan edi Peygamberimiz Aleyhisselam. Bugün O'zbek musulmonlari aynan shu Peygamberimiz bashorat qilgan ahvolda yashayaptilar. Ya'ni bugün musulmonlarning iymonlari büyük bir sınavdan o'tayapti. Barcha qatag'on va tazyiq va ta'qiblarga qaramay, bugun ham Erk partiyasini milliy birlik bayrog'ini ko'tarish uchun muayyan mafkuraga ega bo'lgan yagona siyosiy tashkilot deyish mumkin. Uning saflarida ziyolilar kabi ishchilar, dehqonlar, dindorlar ham bor. Bu xususiyat Erk lideri shaxsiyatining inikosidir. Muhammad Solih ham ziyoli, ham iymonli, ham qishloq hayotini tanigan muhofazakordir. Agar bugun hukumat tepasida Erk turganida edi, balki O'zbekistonda har xil diniy radikal guruhlar paydo bo'lmasdi. Ular tashkil topmasdanoq qonun doirasida ijtimoiy siyosiy hayotga moslashib, jamiyatga integratsiya bo'lardi. Va O'zbekistonda ham bugungiday miltiq bilan ushlab turilgan barqarorlik emas, balki milliy yakdillikka tayangan haqiqiy tinchlik, osoyishtalik o'rnatilgan bo'lardi. Muhammad Solihni yagona niyati o'zbek xalqini baxtli ko'rish, o'zbek xalqini zulmdan tezroq qutulishini ko'rish, o'zbek xalqini ko'kragiga shamol tegishini ko'rish. U shu uchun hali hamon shiddat bilan kurashmoqda. Muhammad Solih kabi farzandlarining borligi o'zbek xalqining faxri, o'zbek xalqining baxti. Çulpan bir şehri degen yığılıma yurttum egerçi bul gününde yok bahar, kelgüsü günlerde yıldızın parlap kalar dep aytgan ana Muhammed Salih bunday yıldızlardan. Muhammad Solih bu sinov yillarida vatanda ham, muhojiratda ham qaysi minbardan gapirmasin, kim bilan uchrashmasin, doim o'z xalqining dardini gapirdi. Muhojiratning eng tashvishli, eng mashaqqatli kunlarida ham nolimadi, shikoyat qilmadi, balki bularning barchasiga Allohning yozgan taqdiri deya shukr qildi. Bugun oilasi ila hayotlari ham mehribon va rahimli Allohga shukrlar ichra kechmoqda. Muhammad Solih umrini Turkistonga atagan siyosatchi va shoirdir. Adamlar kabi men dünyani kezip yaza almadım ki şiiri türkümler. Çünkü ata yurttan çıkanım sezip terk ederler beni hica rükünler. Çünkü keliş üçün gözlerimge yaş, payda boluş üçün ilham yürekte, menge juda zarur açık bir quyosh, keskin kontinental iqlim kerakdir. Shunday ekan dengiz qirg'oqlaridan, yeşil o'rmonlardan menga so'z ochma. Men faqat Turkiston to'proqlarida o'sa oladigan g'arib ağaçman. Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy 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 yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli.